Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz ikkinchi darsni o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda arab tili grammatikasining so'z va jumla haqida so'zlaydiganligini o'rgandik. Undan keyin biz so'zni ism, fe'l, harf deb 3 turga bo'linadiganligi va uningki tushuntirishi, tunishtirilishi va uningki o'ziga xos bo'lgan alomatlari bilan tunishib chiqdik. Endi biz yana ism haqida so'zlaymiz. Oldi bilan ism haqida so'zlaymiz. Ko'rganinglardek ismni biz cho'ng jihatdan nimda bo'lgan? Mabni, mu'rab deb ikkiga bo'lgan. Mana bugungi darsimiz mushu haqida bo'ladi. Endi ism arab tilidagi cho'ng jihatdan mu'rab va mabni deb ikki turga bo'linadi. Mu'rab degan nima, mabni degan nima deganda, mu'rab deganimiz arab tilida ma yaxtalifu akhiruhu bi ixtilafil avam. Omillarning xilma-xil bo'lishi bilan uning oxirisi xilma-xil bo'lgan ismni biz mu'rab deymiz. Ya'ni qarab boqadigan bo'lsak, arab tilidagi ba'zi ismlar bor. Ba'zi yerda pash o'qiladigan, ba'zi yerda zibar o'qiladigan, ba'zi yerda zir o'qiladigan. Yana bir bo'lik ismlar bor. Daim bir xil o'qiladigan, hech qanday o'zgarmaydigan. Pash o'g'an bo'lsa, oxirisi davom pash bo'ladigan. Zir o'g'an bo'lsa, davom zirni o'zgarmaydigan. Mundaq qismlar. Mana o'zgaradigan. Pash, zir o'zgaradigan. Ya'ni beshidagi omil nimani taqozo qilsa, ya'ni jumladagi o'rni nimani taqozo qilsa, shu bo'yicha o'qiladigan o'zgaruvchan ismlarni biz arab tilida nima deb ataymiz? Mu'rab deb ataymiz. Masalan, Ja'a Muhammadun. Muhammad keldi deydi. Muhammadun degan bu bir ism. Hamda bu ism o'zgarishchan ismmi yoki o'zgarmas ismmi? Qarab boqadigan bo'lsak, Ja'a Muhammadun. Pash qilibdi. Bu nima uchun pash qilgandi desak, beshida Ja'a degan keldi degan bir fe'l keldi. Fe'lning keyin kelgan ism arab tilida nima bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Ya'ni shu fe'lningki qilg'uvchisi bo'ladi. Arab tilida fa'il, ya'ni ish harakatning qilg'uvchisi pash o'qiladi. Muhammadun nima qilibdi? Jumlaning taqozosi bo'yicha pash o'qilibdi deymiz. Ra'aytu Muhammadan. Endi bu jumla qaraydigan bo'lsak, bu pashlik Muhammadun, bu jumlada Muhammadan bo'ldi. Mana bu o'zgardi. Demak, bu o'zgarishcha ism ekan. Bu nima uchun o'zgardi? Jumlaning taqozosi, jumladagi o'rnining taqozosi bo'yicha o'zgardi. Chunki bu jumlada Ra'aytu Muhammadan degan bu jumlada Muhammadning o'rni maf'ulun bih. Ya'ni maf'ulun bih degan nima bo'ladi? Zivar qiladi. Maf'ulun bihning nima ekanligini biz tafsiliy so'zlaymiz. Demak, arab tilida maf'ulun bih zivar qiladi. Bu yerdagi Muhammadan maf'ulun bih o'chqi zivar qildi. Demak, yuqorida Ja'a Muhammadan deb pash bo'ldi, Ra'aytu Muhammadan da zivar bo'ldi va sallamtu ala Muhammadin. Bu jumlada zir bo'ldi. Ala degan harfi jar, ya'ni zir qiluvchi harf. Shuning uchun zir bo'ldi. Demak, pash o'rinda pash, zivarlik o'rinda zivar, zirlik o'rinda zir o'zgardi. O'zgarishni qabul qildi. Bunda bo'lsa bu qanday ism ekan? O'zgarishchan, ya'ni mu'rab ism ekan deb ataymiz. Endi mabni ism degan qanday ism deganda, mabni ism deganimiz qatqan, qurilib ketgan degan gap buning ma'nosi. Bu bayatman degandek arab tilidagi o'zgarmas, davom bir xil turadigan ism. Masalan, ya'ni buning tunishtirilishi ma la yaxtalifu akhiruhu bi ixtilafil awamil. Omillarning, ya'ni beshidan kelgan omillarning jumladagi o'rniningki xilma-xil bo'lishi bilan uning oxir xilma-xil bo'lmaydigan, o'zgarmaydigan ismni biz mabni deb ataymiz. Masalan, Ja'a haula, ra'aytu haula, sallamtu ala haula. Ja'a haula da pashlik o'rin, Muhammadun pash qildi. Ra'aytu haula da zivarlik o'rin, Muhammadan zivar qildi. Sallamtu ala haula ida zirlik o'rin, Muhammadun zir qildi. Ammo bu haulai bir xil turdi. Pashlik o'rindimi haulai, zivarlik o'rindimi haulai, zirlik o'rindimi haulai. Demak, mana bu shuningdek o'zgarmaydigan jumladan nima kelsin, qanday o'rinda kelib qolsin, oldiga qanday omil kelib kelsin, bir xil turadigan qetib ketgan ismlarni biz deymiz mabni deb ataymiz. Yig'ib aytsak, arab tilidagi ismlar o'zgarishchan, jumladagi o'rnining beshiga kelgan omillarning xilma-xil bo'lishi bilan xilma-xil bo'ladigan, o'zgaradigan ismlar va o'zgarmas ismlar deb ikki turga bo'linadi. Unda bo'lsa biz arab tilidagi ismningki mana shuningdek mu'rab mabni deb ikkiga bo'linadiganligini tushundik. Unda bo'lsa, qanday qism mu'rab bo'ladi?
Qanday qism mabni bo'ladi? Buni biz qanday ayıramiz deganda, arab tilidagi ko'pincha ismlar mu'rab. Az bir qism ismlar mabni. Biz ana shu az qismni o'rganib olamiz. Biz o'rganmaganning hammasini bo'ladi, mu'rab bo'ladi. Al-asma'u kulluha mu'raba ma 'ada fi'atil atiya. İsmlar onun hammasi mu'rab. Tövəndəki bir qançasından başqa. Yani tövəndə biz mabni bo'lgan bir qancha ismni so'zlaymiz. Biz bu yerda so'zlamagan, bu yerda tilga olmagan, biz o'rganmagan barliq ismlarning bo'ladi, mu'rab. Unda bo'lsa bu ismlarning mabnilari qaysi? Al-mabniyu min al-asma. İsmlarning mabnilari birinchisi damairlar. Kishilik almashlar. Masalan, sen, men, u, ana, anta, hu, men, sen, u. Mana bu kishilik almashlar. Meyli birinchi shaxs olsun, meyli ikkinchi shaxs olsun, meyli uchinchi shaxs olsun, kishilik almashlarni bildirilgan. Yani damairlarni bo'ladi, arab tilida mabni bo'ladi. Barliq damairlar. İkincisi asmaul ishorat. İşaret ko'rsatish ismlari, arab tilidagi ko'rsatish ismlaridan bo'ladi, mabni bo'ladi. Masalan, hada, hadihi deganga o'xshash. Bu bu ayol deganga o'xshash. Üçüncüsü asmaul mavsul. Masalan, allazi, allati. Undan keyin asmaul af'al. İsim fe'llar, ya'ni o'zi ism, ammo ma'nosi fe'l bo'lgan bir bo'lik ismlar bor. Bular mabni. Undan keyin amin deganga o'xshash. Bu bir ism, ammo ma'nosi ijobat qilgan degan bir buyruq fe'l ma'nosi bor. Undan keyin asmaul aswat. Ovoz ismlari. Masalan, qog'ning ovozini g'aq, g'aq. Shunday go. Mana bir hayvon uni do'rish uchun deganga o'xshash. Ya'ni hayvonotlar olsun ovozni do'rg'an bir tovush nima bo'ladi? Mabni bo'ladi. Undan keyin asmaul murakkaba. Arab tilidagi murakkab, ya'ni birikma ismlar va shu birikma ismlarningki ma'lum bir turi nima bo'ladi? Mabni. Buni biz o'z navbatida taxmin tafsiliy so'zlaymiz. Masalan, ahada ashara 11 degan bu bir son. 1 va 10 degan ikki sondan birikib tuzilgan. Mana bu murakkab bo'lgan mabni ism deymiz. Kinoyatlar. Masalan, kam, qancha, kayta, zayta, ashta, mashta deganga o'xshash bir kinoyatlar va buni so'zlaymiz tafsiliy kinoyatlar. Undan keyin ba'zi zarflar, ba'zi ravishlar bor. Masalan, haythu, urun ravishi, iza, vaqt ravishi. Buni biz tafsiliy so'zlaymiz. Demak, mana bu damair, asmaul ishara, asmaul mavsul, asmaul af'al, asmaul aswat, asmaul murakkaba, al-kinoyat, ba'zi turuq. Mana bu ismlar arab tilidagi mabni ismlar. O'zgarmas ismlar. Buni biz har birini tafsiliy so'zlaymiz. Birinchisi qaysi o'zgarmas ismlarning? Birinchisi damair. Biz buni so'zlaymiz. Oldin damair degan nima? Buning arab tilidagi o'lchamlik tunishtirish nima deganda, damairlar ismun wudi'a li yadulla ala mutakallim aw muxatab aw g'oyib. Mutakallim so'zluguvchi, ya'ni birinchi shaxs, aw muxatab xitob qilinguvchi, ya'ni ikkinchi shaxs, aw g'oyib, ya'ni yo'q odam, ya'ni uchinchi shaxsga bildirish uchun wudi'a qo'yilgan ism. Ya'ni birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxsni bildirish uchun qo'yilgan ismlarning bo'ladi, damairlar bo'ladi. Mana bu bizning uyg'ur tilimizdagi kishilik almashlar. Endi arab tilidagi kishilik almashlar bundaq cho'ng ikki turga bo'linadi. Kishilik almashlar mustaqil kishilik almashlar, ya'ni o'zi yolg'iz kishilik almashlar. Ulanib keladigan, o'zi yolg'iz kelmaydigan, bir fe'l bilan birikib turib keladigan kishilik almashlar deb cho'ng ikki turga bo'linadi. Buni biz arab tilida al-munfasila, mustaqil va muttasila, ulanib keladigan deb ikki turga ayiramiz. Endi bu ulanib keladigan almashlar ikki xil holat kelalaydi. Ya'ni al-marfu'a, pastki holat kelalaydi, al-mansuba, zibrlik holat kelalaydi. Ammo mustaqil almashlar degan zillik holat kelmaydi. Endi ulanib keladigan almashlar pastki holat kelalaydi, zibrlik holat kelalaydi va zirlik holat kelalaydi. Mana bu damairlarningki umumiy jihatdan tushundirishi. Endi biz damairlarni mustaqil damairlar, ya'ni munfasila deb bildik va muttasila deb o'lishib keladigan deb bildik. Undan keyin biz o'lishib keladigan almashlarni pastlik almashlar va zivrlik almashlar deb ikki turga bo'ldik. Muttasilani pastlik almashlar, zivrlik almashlar va zirlik almashlar deb uchga bo'ldik. Unda bo'lsa, mustaqil pastlik almashlar qaysi? Beshidan kelsak,
mustaqil, munfasila, marfu'a bo'lgan tashlik almashlar qaysi deganda ad-damairul munfasilatul marfu'a mustaqil tashlik almashlar birinchisi uchinchi shaxs uchun, ya'ni uchinchi shaxs erlik uchun ishlatiladiganlari huwa. Bu o'zi mustaqil, shunda tashlik o'rindagi shundaqla uchinchi shaxsningki olmishi. U degan gap. Erlik uchun ishlatiladi. Huma u ikki er. Hum ular ko'p erlarga ishlatiladi. Ular degan gap. Demak, mana bu uchinchi shaxsningki mustaqil tashlik o'rindagi almashlari. Endi uchinchi shaxsning ayollik almashlari, ya'ni tashlik mustaqil almashlarning uchinchi shaxs ayolligi hiya u ayol. Huma u ikki ayol. Hunna ular ko'p ayollarga qaratiladi. Mana bu tashlik mustaqil almashlarning uchinchi shaxs ayolligi. Endi tashlik mustaqil almashlarning ikkinchi shaxs erligi anta, sen, antuma, sizlar ikkinlar, antum, sizlar. Mana bu erlik mustaqil tashlik ikkinchi shaxs almashi. Endi buningki ayolligi anti, antuma, antum, antunna. Antunna. Sizlar ayollar. Endi bu mustaqil tashlik o'rnidagi domirninki mutakallim. Ya'ni birinchi shaxsi ana, nahnu, biz. Mana bu o'zi mustaqil, shundaqla tashlik o'rnidagi almashlar. Yuqoridagi lil g'oib erligi, lil g'oiba uchinchi shaxs ayolligi. Lil muxatab ikkinchi shaxs erligi, lil muxataba ikkinchi shaxs ayolligi. Lil mutakallim birinchi shaxs er ayol o'rtaq. Endi biz tashlik mustaqil almashlarni o'qidik. Mustaqil almashlarni tashlik va zvarlik bo'ladi degan. Endi bu tashlik degani ya'ni mubtada bo'lib keladigan demakchi. Tashlik o'rinda. Endi bu tashlik ya'ni mustaqil almashlarning tashligini o'qib bo'ldik. Endi zvarlik qaysi deganda mustaqil almashlarningki zvarligi. Ad-damairul munfasilatul mansuba mustaqil almashlarning zvarligi lil g'oib. G'oib uchun, ya'ni uchinchi shaxs uchun birinchisi iyyahu. Ya'ni bu zvarlik holati. Masalan, a'taytu iyyahu desak, kitobni a'taytul kitab iyyahu desak, kitobni uningga berdim. Mana bu zvarlik, ya'ni maf'ulun bihil o'rnida iyyahu keladi. Bu bir almash uningga degan uchinchi shaxs erlik almashi iyyahu keladi. Bu uchinchi shaxs erlik, birlik. İyyahuma üçüncü şahıs erlik ikilik. İyyahum üçüncü şahıs erlik köpük. Ularga. Üçüncü şahıs ayollik birligi iyyaha u ayolga. İyyahuma u iki ayolga. İyyahunna ular köp ayollarga. İkinci şahıs erlik birligi iyyaka sana. İyyaka na'budu olsa sana ibadet qilamiz. Yani sanalar ibadet qilamiz. İyyakuma sizlar ikkinlarga. İyyakum sizlar köp erlarga. İkinci şahs ayollik birligi iyyaki sizga, iyyakuma sizlar ikkinlarga, iyyakunna sizlar ko'p ayollarga. Endi birinchi shaxs iyyaya, iyyana. Ya'ni menga, bizga. A'tal kitab iyyaya. Kitobni menga berdi degan iyyaya deymiz. Kitobni bizga berdingiz. A'tal kitab İyyana bizga berdi deganga o'xshash. Hamda biz damirlarni ikkiga bo'lgan. Shundaq-ku, mustaqil va o'lishib keladigan deb. Mustaqil ikki xil holat keladi degan. Tashlik, zivarlik. Biz tashlikni o'qib bo'ldik, zivarlikni o'qib bo'ldik. Hamda biz tutishib keladigan almashlarni 3 ga bo'lgan. Tashlik, zivarlik, zirlik deb. Hamda biz tutishib keladigan almashlarningki tashlikini o'qiymiz. Ad-damairul muttasilatul marfu'a. Tashlik tutishib keladigan almashlar birinchidan fa'ilning ta'si. Yani fiilga tushib keladi bu. Zahabtu badim men dediki to tashlik o'rnida. Fa'il degan nima? Tashlik o'rnida bo'ladi. Zahabtuma baduq biz ikkilan ikkiliki. Zahabtum baduq zahabtu badim men zahabtuma badingni sizlar ikkinlar. Badingni sizlar ikkinlar. Zahabtum badingni sizlar ko'p erlar. Zahabtunna badingni sizlar ayollar. Demek bunun hemmisideki ta'ning fa'ili tushib keladigan almashlar. Chunki bu
kishilik almashni bildirdi. Zahabtu badim men, zahabtumda badingizlar ikkinglar, zahabtumda badingizlar ko'p erlar, zahabtunda badingizlar ko'p ayollar. Endi alif ikkilikning alifimi bu tushib keladi, yolg'iz kelinmaydi. Masalan, zahaba, badi u ikkisi, qarang, ikkisi degan bir kishilik almash bor. Zahabata, badi u ikki ayol. Ya zahabani, badi u ikki bir vaqtda u ikki er, tazhabani bir vaqtda u ikki ayol. İzhaba deramızla. Demek mana bu buyruqdaki alif mu ikkilikning alifi mu tushib keldigan pashlik o'rindagi aliflar. Vavul jamaa pashlikniki vosi. Ya'ni ma'u ta'ul fa'il mu fa'il. Aliful isnain mu fa'il. Shunga pashlik o'rinda deymiz. Vavul jamaa mu shu fa'il. Zahabu diku vo, yadhhabuna diku vo, izhabudaki vo. Endi muhatabning yasimi pashlikniki tushib keldigan damir. Tazhabina izhabidiki yamu pashlik o'rindagi zivar tushib keldigan almashlar. Undan keyin na, zahabnadiki na. Fadoq biz bu nima? Fa'il. Hammasi bu yerdagi pashlik o'rindi deganning hammasi ta'il fa'il olsun, aliful isnain bo'lsin, vavul jamaa bo'lsin, yaul muxatiba bo'lsin, na bo'lsin, hammasi nima? Fa'il. Pashlik o'rindi. Fa'il degan nima qiladi? Pashlik o'rindi. Undan keyin nunun nisbi ayollikning nuni. Vahabna. Vahabna. Mana bu ayol oxiridagi nun nima? Ayollikni bildiradigan bir kishilik ma'nosi bor. Shuning uchun bu pashlik o'rindagi ulanma almashlar deymiz. Undan keyin mudari shakldagi shu. Yezhabna. Buningki nunun nisbami ulishib keldigan muttasil damirlar hisoblanadi. Buyruq bildiki shu. Yezhabna deganga o'xshash. Endi biz pashlik o'rindagi tushib keldigan almashlarni o'rganib bo'ldik. Endi pashlik zivarlik va zillik o'rindagini o'rganamiz. Ikkilasi o'xshash, zivarlik bilan zillik o'xshash. Zillik zivarlikka, zivarlik zillik o'xshash keladi. Endi bu tushib keldigan zivarlik, zirlik almashlar uchinchi shaxs erlik birligi hu. Masalan, kitobuhu desam, uning kitobi degan bo'ladi. Bu yerdagi hu mudofun ilayh, ya'ni zirlik o'rinda. Darabahu desam, uni o'rni degan bo'ladi. Bu yerdagi hu maf'ulun bihlik, ya'ni zivarlik o'rinda. Bu tushib keldigan almashlar. Cho'qim yolg'iz kelinmaydi hu deb. Darabahu, kitobuhu deganga o'xshash bir ism bilan yoki fe'l bilan birikib turib keladi. Huma, hum üçüncü şəxs ayollıqı birliki ha, huma, hunna. İkinci şəxs erlik birliki ka, kuma, kum. Ayolluq birliki ikinci şəxs ki, kuma, kunna. Birinci şəxs yi, na. Mesela kitabi, yoki darabani, mesela kitabuna, darabuna degan o'xshash. Ya ismga yoki fe'l qanday qilib ulishib keladi. Bular zivarlik va zirlik o'rnida keladigan, ulishib keladigan almashlar. Endi biz damirlar bilan umumiy jihatdan tunishib chiqdik. Endi arab tilida mundaq bir 3 xil damirlar bor. Damirning turi, bu 3 xil damirning turi. Birinchidan damiru sha'n. Bu damiru sha'n degani nega gap deganda, buning atalg'usi shu arab tili bo'yicha olamiz, ya'ni damiru sha'n deb. Qanday damiri deganda İkincisini söz edelim. İkincisi damirul qissa, üçüncüsü damirul fasl. Manda 3 xil damir var. Unda o'zi 5-dan kelsak, damirul sha'n degan qanday damir desak, damirul sha'n deganimiz wa huwa damirun ghaibun mudhakkarun yaqa'u qabla jumlatin tufassir. Damirul sha'n deganimiz uni tushuntirib beradigan jumladan ilgari keladigan damir. Ya'ni u damirdan keyin kelgan jumla uni tushuntirib beradi. Masalan, Qul huvallahu ahad. Dan ya Muhammad aleyhisselam, u Allah ahad. Bir desek, yegane desek, huva, u, bu bir kishilik almash damir shundaq o. Udan bo'lgan maqsad kim o? Biz buni uqamadik, ammo buningdan keyin kelgan jumla huvadan bo'lgan maqsadni bizga tushuntirib qo'ydi, ya'ni tafsirlab berdi. Unda bo'lsa, uni tafsirlab beradigan jumladan ilgari keldi. Uni tafsirlab beradigan, ya'ni o'zini tafsirlab beradigan jumladan ilgari kelgan damirni bo'ladi, damirul sha'n bo'ladi. Ya'ni huva degan damirni Allohu ahad degan uningdan keyin kelgan jumla tafsirlab berdi. Shuning uchun biz huvanim deymiz, damirul sha'n deb ataymiz. Damirul qissachi bo'lsa, mushuning ayolligi, ya'ni
وهي ضميرة غائبة مؤنث تقع قبل جملة متصل. Bu üçüncü şəxs ayolluq damirisi bo'lib, uni tushuntirib qo'yilgan jumladan ilgari keladi. Ya'ni o'zini tushuntirib qo'yilgan jumladan ilgari keladi. Ya'ni u damirdan keyin kelgan jumla u damirini tushuntirib qo'yadi. Masalan, innaha Fatima. Jazman u Fatima degan bu jumla qaraydigan bo'lsak, jazman bu ha degan damirdan bo'lgan maqsad nima? Bu damir ne qaytidi desak, buning beshida qaytgan yeri yo'q. Keyini qarasak, Fatima degan bu keyindan kelgan so'z, uni qanday qiladi? Tafsirlab berdi, tushuntirib qo'ydi. Demak, keyindan kelgan jumla uni tafsirlab qo'ydigan damirni biz deymiz, ayollik bo'lsa damirul qissa, erlik bo'lsa damirul shan deb ataymiz. Uchinchisi damirul fasl. Damirul fasl degan nima deganda, va huwa damirun yadkhulu baynal mubtada wal khabar munfasilatan marfu'a mutabaqatan lil mubtada liyubayyana anna ma ba'dahu khabar la sifa. Damirul fasl deganimiz u mubtada bilan xabarning o'rtasiga kirib, bu mustaqil bo'ladi. Bu damirul faslning alomati mustaqil bo'ladi. Ya'ni ulanma almash emas. Bu mustaqil pashlik o'rnidagi damir bo'lib, mubtada bilan xabarning o'rtasiga kiradi. Mubtadaga mas holatda, ya'ni mubtada birlik bo'lsa birlik holatda, ikkilik bo'lsa ikkilik holatda, ayollik bo'lsa ayollik holatda. Mubtadaga mas holatda mubtada bilan xabarning o'rtasiga kiradi. Nima uchun kiradi? Liyubayyana anna ma ba'dahu xabar. Bayon qilib qo'yish uchun, ya'ni u mubtadodan keyingi narsa xabar sifat emas. Ya'ni u mustaqil pashlik damirisi bo'lib, mubtada bilan xabarning o'rtasiga u xabar, ya'ni mubtadodan keyingi narsaninki sifat emas, xabarligini ayirib qo'yish uchun keladigan damir. Va huwa damirun yadkhulu baynal mubtada wal xabar. U mubtada bilan xabarning o'rtasiga kiradigan damir pashlik mustaqil holatda, mubtadaga mas holatda u mubtadodan keyingi narsaninki xabar sifat emasligini bayon qilish uchun. Masalan, Zaydun huval qoim. Zayd u o'rturg'uchi dedi. Bu yerda agar huwa kamisa Zaydul qoimu bo'lsa, Zaydunul qoimu bo'ladi. Bu vaqtda al-qoim Zaydning sifati bo'lib qolgandek bo'ladi. Mana bu sifat emas, Zaydning xabarini ayirish uchun huwa degan damirni akasak, uningdan keyin buning xabarligi muayyanlashidir. Mana mubtadodan keyingi narsaninki sifat emas, xabarligini bayon qilib berish uchun huwa degan damir keldi. Unda bo'lsa, bu damir nima bo'ladi? Damirul fasl. Buning misollari Qur'on karimda intayin ko'p. Masalan, ulaika humul muflihun. Ana ular utuq qozong'uvchilar. Bu oyat karimida ulaika humul muflihun desa, bu yerdagi ulaikal muflihun desa, ular utuq qozong'uvchilar desak, utuq qozong'uvchi degan muflihun ulaikaning sifatiga o'xshab qoladi. Bu sifat emas, ularning sifat emas, xabari ekanligini bayon qilish uchun mubtadaga mas holatda, ya'ni ko'plik, erlik ko'plik holatda humul muflihun deb mustaqil pashlik o'rnidagi damir keldi. Mana bu hum bu yerdan bo'ladi, damirul fasl bo'ladi deymiz. Unda bo'lsa, o'qitishlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelalik soat darsimizni ko'rishaylik. Oxirgi ko'nikmalarni o'zingiz anglashlaysizlar. Masalan, birinchisi ixtari al-ijabati sahiha fi ma yali. Ya'ni tuandikilardan to'g'ri javobni tanlaysizlar. Birinchisi masalan, maxtalafa akhiruhu bi ixtilafil awamil. Omillarning xilma-xil bo'lishi bilan uning oxiri xilma-xil bo'lgani alif mu'rab, ba mabni. Qaysi to'g'ri? Buni biz so'zladik. Ikkinchisi jaa Muhammadun. Muhammadun degan so'z, kalimatu Muhammad degan so'z mu'rab mabni. Qaysi to'g'ri? Alif mu'rab ekan, ba mabni ekan. Agar mu'rab bo'lsa, alifga belgi qo'yamiz. Mabni bo'lib qolsa, ba'niga belgi qo'yamiz, ya'ni ba'ni tanlaymiz. Mushu bo'yicha qolganini o'zingizlar ishlaysizlar. Ikkinchi ko'nikma, birinchisi da alamat sahih amama al-ibara sahiha va alamat xato amama al-ibara xato fi ma yati. To'g'ri iboratning oldiga to'g'ri belgisini va xato iboratning oldiga xato belgisini qo'ying. Tuandagi xato iboratning oldiga xato belgisini, to'g'ri iboratning oldiga to'g'ri belgisini qo'ying. Alif ad-damir هو في قوله تعالى قل هو الله احد ضمير الفصل. الله تعالى'ninki قل هو الله احد degan so'zdagi huwa degan damir damirul fasl deydi. To'g'rimi xato? To'g'ri. Ikkinchisi ad-damairu ismun wudi'a liyadulla ala mutakallim aw muxatab aw g'oib. Damirlar
Damir deganimiz birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxsni bildirish uchun qo'yilgan ism deydi. To'g'rimi, xato? Uchinchisini anlashmi? İkincisi, ayyin anva'ad damair fil jumal taliye. Tövəndəki cümledeki damirinin türlerini müəlləşdirin deydi. Yani peşlik oldu bilen ayrıydığınla mustaqil mu yoki muttasıl mı? Yani mustaqil kelgan almash mu yoki bo'lishib kelgan mu? Undan keyin peşlik mu, ziverlik mu yoki zillik mu bunu ayrıysizlar. Mesela birincisi hada huwa akhu. O ana bu sizin qarindishingiz desek, yani ki huwa qanda damir birinchidan munfasila. Peşlik mu, ziverlik mu? Elbette bu huwa degan peşlik. İkincisi ra'aytuhum yadrusuna fis saffi. Ularni sinfda o'qiyotganini ko'rdim degan hum. Elbette ra'aytu degan fi'lan ulashib keldi. Undan qanday ekan? Ulashma damir ekan, ulanma damir ekan. Peşlikmikan, ziverlikmikan, zillikmikan? Elbette bu nima ekan? Hum bu peşlik, ziverlikkan deymiz. Bu zillikmi ishlatildi, ammo bu yerdagi jumla nima ekan? Ziverkan deymiz. Shuni shu bo'yicha ayrıca anlatıldı. Üçüncü ko'nikma ضع ضميرا مناسبا في بداية كل جملة من الجمل التالية deydi. Tövəndəki cümlələrdən hər cümlənin başında münasib damirini qoyun deydi. Boş ürün verilgan, onun keyin cümlə verilgan, şu keyindəki cümləyə mas holatda ayollik bo'lsa, ayollik mustaqillikni az ko'pincha mustaqil, bu hammasi mustaqil. Erlik bo'lsa, erlik, ayollik bo'lsa, ayollik, birlik bo'lsa, birlik. Ya'ni damirini mas holatda qo'yishdi. Masalan, birinchisi anamu mubakkiran deydi. Baldur uxlayman. Uxlayman anamu. Shunday bo'lsa, anamu mubakkiran. İkincisi tusarrahu sha'raha kulla yawm deydi. Chechini har kuni taraydi yoki quyib yetadi desak, ayol kishi shunday hiya tusarrahu sha'raha kulla yawm. Mana shunga o'xshash ishlaysizlar, qog'ini sizlarga topshiriq. Bunday bo'lsa, o'qitishlar bugungi darsimizning ko'nikmasi shu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.